Do'stlar, 1 iyulgacha vaqt juda kam. Men bugun sizga oddiy, lekin juda muhim narsani tushuntirib bermoqchiman. Iyul oyidan boshlab ko'plab to'lovlar, hujjatlar, imtiyozlar, subsidiya, kommunal xizmatlar, kredit va jarimalar bo'yicha tartiblar o'zgarishi mumkin. Agar siz buni hozir tekshirib qo'ymasangiz, keyin ortiqcha pul to'lashingiz, imtiyozdan ayrilishingiz yoki hujjat ishingiz cho'zilib ketishi mumkin. Bu ma'lumot nafaqat tadbirkorlarga, balki oddiy oilalarga, pensionerlarga, talabalar, haydovchilar, kvartira egalari, ijarada yashayotganlar va kredit to'layotganlarga ham tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men sizga iyulgacha aynan nimalarni tekshirish, qaysi hujjatlarni tayyorlash va qayerga murojaat qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Avvallari ko'pchilik biror o'zgarish kuchga kirganidan keyin xabar topardi. Masalan, kommunal to'lov bo'yicha qarzdorlik chiqqanidan keyin, subsidiya rad etilgandan keyin, jarima kelgandan keyin yoki bank kartasidan pul yechilganidan keyin odamlar nega bunday bo'ldi deb so'ray boshladi. Aslida muammo ko'pincha bir xil. Odam o'z shaxsiy ma'lumotlarini, to'lovlarini, hujjat muddatlarini va davlat xizmatlaridagi arizalar holatini vaqtida tekshirmagan bo'ladi. Endi esa raqamli tizimlar ko'paygani sari hamma narsa avtomatik tekshiriladi. Sizning qarzingiz, mulkingiz, daromadingiz, ro'yxatda turishingiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, bank kartangiz, kadastr ma'lumotlaringiz, soliq holatingiz va hatto ijara shartnomangiz turli tizimlarda ko'rinishi mumkin. Bu yaxshi tomoni, ishlar tezlashadi. Lekin yomon tomoni ham bor. Bir joyda xato bo'lsa, boshqa joydagi xizmat ham to'xtab qolishi mumkin. Masalan, sizning telefon raqamingiz eski bo'lsa, SMS kelmaydi. SMS kelmasa, kabinetga kira olmaysiz. Kabinetga kira olmasangiz, ariza holatini ko'rmaysiz. Ariza rad etilsa, muddat o'tib ketadi. Natijada siz aybdor bo'lmasangiz ham amalda zarar ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun 1 iyulgacha eng muhim vazifa hamma shaxsiy ma'lumotlarni, to'lovlarni va arizalarni tartibga keltirish. Birinchi katta yo'nalish kommunal xizmatlar bilan bog'liq. Elektr, gaz, suv va issiqlik bo'yicha hisob-kitoblar tobora aniqroq yuritilyapti. Hisoblagich ko'rsatkichi, limit, qarzdorlik, penya va imtiyozlar alohida tekshiriladi. Agar xonadonda hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki eski qarzdorlik turib qolgan bo'lsa, iyuldan keyin bu sizga katta noqulaylik tug'dirishi mumkin. Oddiy misol. Bir oila oyga elektr uchun o'rtacha 120 ming so'm to'laydi. Lekin hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida olinmagan yoki tizimda eski ko'rsatkich qolgan. Keyin birdaniga 600 ming yoki 800 ming so'mlik hisob chiqadi. Oila biz buncha ishlatmadik deydi. Tashkilot esa tizimda shunday ko'rinib turibdi deydi. Bunday vaziyatda isbot qilish uchun sizda hisoblagich rasmi, oxirgi kvitansiya, shaxsiy hisob raqami va murojaat raqami bo'lishi kerak. Ikkinchi yo'nalish soliqlar va majburiy to'lovlar. Agar sizda uy, yer, avtomobil yoki kichik biznes bo'lsa, shaxsiy kabinetingizni tekshirish shart. Ba'zan odam mulk solig'i yoki yer solig'i borligini unutadi. Qarzdorlik kichkina bo'lib boshlanadi, keyin penya qo'shiladi. 100 ming so'mlik masala keyin 300 ming so'mga aylanib qolishi mumkin. Eng achinarlisi, odam buni biror hujjat kerak bo'lganda yoki bank operatsiyasi vaqtida bilib qoladi. Uchinchi yo'nalish ijtimoiy yordam, nafaqa, subsidiya va imtiyozlar. Ko'plab oilalar yordam olish uchun ariza beradi. Lekin rad etilish sababini tushunmaydi. Sabablar ko'p bo'lishi mumkin. Oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgan, daromad ma'lumoti yangilanmagan, doimiy ro'yxat boshqa joyda, kadastrda ortiqcha mulk ko'rinib turibdi. Avtomobil nomingizda qolgan yoki bankdagi ma'lumotlar mos kelmaydi. Shuning uchun iyulgacha siz oila a'zolari, daromad, yashash joyi va mulk ma'lumotlarini albatta tekshirib chiqishingiz kerak. To'rtinchi yo'nalish kreditlar va bank xizmatlari. Agar sizda kredit, mikroqarz bo'lib to'lash yoki kafillik bo'lsa, shartnomani qayta ko'rib chiqing. Foiz stavkasi, kechiktirilgan to'lov uchun jarima, sug'urta, karta orqali avtomatik yechish, muddatidan oldin yopish shartlari aniq bo'lishi kerak. Ko'pchilik faqat oylik to'lov miqdorini biladi, lekin kechiktirilsa nima bo'lishini bilmaydi. Bir kun kechikish ham kredit tarixiga ta'sir qilishi mumkin. 5-chi yo'nalish haydovchilar uchun. Avtomobil jarimalari, sug'urta muddati, texnik ko'rik, ishonchnoma, avtomobil nomiga bog'langan qarzlar. Yo'l harakati qoidalari bo'yicha bildirishnomalarni tekshiring. Masalan, avtomobilni sotgansiz, lekin rasmiylashtirish oxirigacha qilinmagan.
Jarima yangi haydovchidan emas, sizning nomingizga kelishi mumkin. Keyin men mashinani sotganman deb yurishdan foyda yo'q. Agar hujjat rasmiy yopilmagan bo'lsa. Men birinchi navbatda 3 ta toifadagi odamlarni ogohlantiraman. Birinchisi hujjatlari eski bo'lganlar. Pasport yoki ID karta ma'lumoti yangilangan, lekin bankda, kommunal tashkilotda yoki davlat xizmatlari kabinetida eski ma'lumot qolgan bo'lsa, tizim sizni tanimasligi mumkin. Bu ayniqsa telefon raqami eski bo'lganlarda ko'p uchraydi. Ikkinchisi qarzdorligi bor yoki bor yo'qligini bilmaydiganlar. Men qarzdor emasman degan gap yetarli emas. Siz buni tekshirishingiz kerak. Elektr, gaz, suv, soliq, jarima, aliment, kredit, ijro hujjati, eski shartnoma bo'yicha qarzlar alohida chiqishi mumkin. Ba'zan 5 yil oldingi kichik qarz ham tizimda turadi va eng noqulay vaqtda muammo bo'ladi. Uchinchisi, imtiyoz yoki subsidiya oladiganlar. Agar siz bolalar nafaqasi, moddiy yordam, ipoteka subsidiyasi, talabalar uchun to'lov yengilligi, nogironlik bo'yicha imtiyoz yoki boshqa yordamga umid qilayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz ideal holatda bo'lishi kerak. Chunki bunday arizalarda tizim mayda xatoni ham ko'radi. Bitta noto'g'ri raqam, bitta eski manzil yoki bitta tasdiqlanmagan hujjat arizani rad ettirishi mumkin. Agar siz barcha to'lovlarni vaqtida qilayotgan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetlaringizga kira olsangiz, telefon raqamingiz yangilangan bo'lsa, qarzdorlik yo'q bo'lsa, hujjatlaringiz muddati o'tmagan bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men baribir kamida bir marta umumiy tekshiruv qilishni tavsiya qilaman. Chunki tizimdagi xato sizning aybingizsiz ham paydo bo'lishi mumkin. Masalan, siz kvartirani ijaraga bergansiz. Ijarachi kommunal to'lovni to'lamagan. Siz esa bilmagansiz. Iyulda o'zingiz biror xizmatga murojaat qilganingizda qarzdorlik chiqadi. Yoki siz eski avtomobilingizni tanishingizga bergansiz, u jarima olgan. Lekin jarima sizga kelgan. Yoki siz bank kartasini almashtirgansiz, lekin subsidiya pulini eski kartaga bog'lab qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun tekshirish hamma uchun foydali. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan oila uy-joy subsidiyasiga ariza beradi. Oila daromadi talablarga mos, farzandlari bor, ijara uyda yashaydi, lekin ariza rad etiladi. Nega? Chunki erining nomida eski avtomobil turibdi. Aslida avtomobil yaroqsiz ishlatilmaydi, lekin hujjatda bor. Tizim buni mulk sifatida ko'radi. Agar ular iyulgacha avtomobil holatini rasmiylashtirib, hujjatni tartibga keltirsa, keyingi arizada imkoniyati oshadi. Ikkinchi misol. Pensioner ayol gaz to'lovini har oy qo'shnisidan iltimos qilib to'latadi. Kvitansiyani saqlamaydi. Bir kuni qarzdorlik chiqadi. U men to'laganman deydi, lekin isbot yo'q. Agar to'lov boshqa shaxsiy hisobga ketgan bo'lsa yoki raqam noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, pulni qaytarish qiyinlashadi. Shuning uchun har bir to'lovdan keyin chekni telefoningizga saqlang, shaxsiy hisob raqamini solishtiring. Imkon bo'lsa ilovadan qarzdorlik nol bo'lganini tekshiring. Uchinchi misol. Yosh yigit kredit olgan, oylik to'lov 1.200.000 so'm. U ish haqini oyning kredit muddati esa 7 sanada. Har oy 3 kun kechikadi. U 3 kun katta narsa emas deb o'ylaydi. Lekin bank tizimi buni kechikish sifatida ko'radi. Bir necha oy o'tgach kredit tarixi yomonlashadi. Keyin ipoteka olmoqchi bo'lsa rad javobi olishi mumkin. Demak, iyulgacha bankka borib, to'lov kuni ish haqi tushadigan kunga moslashtirish mumkinmi? Shuni so'rash kerak. To'rtinchi misol. Talaba kontrakt to'lov uchun imtiyozli kredit yoki yordam olmoqchi. Lekin uning doimiy ro'yxati boshqa viloyatda, amalda esa Toshkentda yashaydi. Ota-onasining daromad ma'lumotlari yangilanmagan. Bank kartasi ham o'z nomida emas. Natijada ariza cho'ziladi. Agar u oldindan pasport ma'lumoti, ro'yxat, o'qish joyidan ma'lumotnoma, kontrakt shartnomasi va bank rekvizitlarini tayyorlab qo'ysa, jarayon ancha tezlashadi. Eng katta xato shuki, odamlar agar menga SMS kelmasa, demak muammo yo'q deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. SMS kelmasligi telefon raqamingiz eski ekanin, operator bilan muammo borligini yoki tizimda kontakt ma'lumotingiz yo'qligini anglatishi mumkin. Shuning uchun siz kutib o'tirmang, o'zingiz kirib tekshiring. Ikkinchi nozik jihat. Qarzdorlik faqat pul qarzi emas. Ba'zan hujjat majburiyati ham bo'ladi. Masalan, ariza topshirgansiz, lekin qo'shimcha hujjat so'ralgan. Siz buni ko'rmagansiz, muddat o'tgan. Ariza avtomatik yopilgan. Keyin boshdan topshirishingizga to'g'ri keladi. Bu vaqt asob va pul demakdir. Uchinchi jihat oila tarkibi masalasi.
Ko'plab imtiyozlarda bir uyda kim ro'yxatda turgani juda muhim. Amalda alohida yashayotgan odam hujjatda siz bilan birga ko'rinsa, uning daromadi sizning oilangiz daromadiga qo'shilib ketishi mumkin. Natijada daromad yuqori deb chiqadi. Shu sababli ro'yxatdagi odamlar nikoh ajrim, farzandlar, vasiylik, nogironlik holati bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri aks etganini tekshiring. 4-jihat ijara. Agar siz ijarada yashasangiz, ijara shartnomasi bor yo'qligini aniqlang. Agar siz uy egasi bo'lsangiz, ijarachi bilan yozma kelishuv qiling. Og'zaki kelishuv eng xavfli yo'l. Kommunal to'lov, zarar yetkazish, muddatidan oldin chiqib ketish, depozit, ta'mirlash, internet va boshqa xizmatlar oldindan yozilmasa, keyin nizoga sabab bo'ladi. 5-jihat bank kartalari. Ko'pchilik yordam puli, ish haqi, pensiya yoki boshqa tushumlarni bitta kartaga bog'laydi. Karta muddat tugagan bo'lsa yoki bloklangan bo'lsa, pul kelmay qolishi mumkin. Ba'zan pul keladi, lekin siz yecha olmaysiz. Shu sababli 1 iyulgacha kartangiz muddati, SMS xabarnoma, mobil ilova, PIN kod, bankdagi telefon raqamingiz va pasport ma'lumotingizni tekshiring. Birinchi qadam. Shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, yashash manzili, telefon raqami, nikoh va farzandlar haqidagi ma'lumotlar, nogironlik yoki pensiya hujjatlari, haydovchilik guvohnomasi, avtomobil hujjatlari. Agar biror joyda eski ma'lumot bo'lsa, uni yangilashga harakat qiling. Davlat xizmatlari markaziga borishingiz yoki elektron xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. 2-qadam, barcha qarzdorliklarni tekshiring. Kommunal xizmatlar bo'yicha shaxsiy hisob raqamlarini yozib chiqing. Elektr, gaz, suv chiqindi, issiqlik, internet, uy-joy shirkat to'lovi bo'lsa, har birini alohida ko'ring. Keyin soliq qarzi, yo'l harakati jarimalari, bank kreditlari va sud ijrosi bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Qarzdorlik kichik bo'lsa ham, uni yopib qo'ygan yaxshi. 3-qadam, kvitansiyalarni saqlang. Men hamisha shuni aytaman, to'lov qildingizmi? Chekni o'chirib yubormang. Telefoningizda alohida papka oching. Masalan, kommunal 2026 soliq kredit subsidiya deb nomlang. Har bir chekni sana bilan saqlang. Agar keyin nizo bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. Dalilsiz gap faqat gap bo'lib qoladi. 4-qadam, imtiyoz subsidiya oladiganlar hujjat yig'sin. Oila tarkibi ma'lumotnomasi, daromad ma'lumotlari, ish joyidan ma'lumotnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik hujjati, pensiya hujjati, ijara shartnomasi, kadastr hujjati, bank rekviziti, pasport nusxasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi kerak bo'lishi mumkin. Qaysi yordamga arza berayotgan bo'lsangiz. Talab qilinadigan ro'yxatni oldindan aniqlang. 5-qadam, bank va kredit masalalarini tartibga keltiring. Kredit to'lov kuni sizning daromad kuningizga mos keladimi? Avtomatik ketish ulanganmi? Kechikish jarimasi qancha? Muddatidan oldin to'lash mumkinmi? Qarz qoldig'i qancha? Kafillik bormi? Sug'urta sharti qanday? Bularni yozma yoki ilova orqali tekshiring. Agar tushunmasangiz, bank xodimidan shartnomaning oddiy tilda izohini so'rang. 6-qadam, arza berishda shoshmang, lekin kechikmang. Eng to'g'ri yo'l. Avval hujjatlarni tayyorlang, keyin arza bering. Ko'pchilik avval arza beradi, keyin hujjat qidiradi. Natijada muddat o'tadi. Ariza topshirgandan keyin esa har 2-3 kunda holatini tekshirib turing. Ko'rib chiqilmoqda, qo'shimcha hujjat talab qilindi, rad etildi, tasdiqlandi degan holatlarni kuzating. Agar shaxsiy hujjat bo'yicha muammo bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli elektron xizmatga murojaat qiling. Agar kommunal qarzdorlik bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning abonent bo'limiga boring. O'zingiz bilan pasport, shaxsiy hisob raqami, oxirgi kvitansiya va hisoblagich rasmi bo'lsin. Agar soliq masalasi bo'lsa, soliq organining shaxsiy kabineti yoki hududiy bo'lim orqali aniqlang. Agar bank masalasi bo'lsa, faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ilova orqali ma'lumot oling, kerak bo'lsa yozma izoh so'rang. Agar jarima yoki ijro ishi bo'lsa, rasmiy bazalar orqali tekshiring va to'lov qilganingizdan keyin yopilganini albatta ko'ring. To'laganingiz boshqa, tizimda yopilgani boshqa. Ba'zan to'lov qilingan bo'ladi, lekin qarz hali ochiq turadi. Agar subsidiya yoki ijtimoiy yordam rad etilgan bo'lsa, rad etish sababini aniq so'rang. Sizga tushmadi degan javob yetarli emas. Qaysi mezon bo'yicha rad etildi? Daromadmi? Mulkmi? Oila tarkibimi? Hujjat yetishmadimi? Shu sababni bilsangiz, keyingi safar tuzatish imkoningiz bo'ladi. Birinchi xato hamma narsani oxirgi kunga qoldirish. 3 iyun kuni hamma joyga odam ko'payadi, tizimlar sekinlashadi, navbat bo'ladi.
Agar hujjat yetishmasa, bir kunda ulgurmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun bugundan boshlang. Ikkinchi xato. Boshqalarning gapiga ishonib harakat qilish. Qo'shnim shunday qilibdi. Telegramda yozishibdi, bir tanishim aytdi. Degan gaplar bilan muhim ishni hal qilmang. Faqat rasmiy manba, rasmiy ilova, rasmiy tashkilot va yozma javobga tayaning. Uchinchi xato. Chek va murojaat raqamini saqlamaslik. Siz qo'ng'iroq qildingizmi, ariza berdingizmi, to'lov qildingizmi? Albatta raqam yoki skrinshot saqlang. Bugun oddiy ko'ringan narsa ertaga sizni katta muammodan qutqaradi. To'rtinchi xato. Hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana yoki pasport raqamidagi kichik farqni e'tiborsiz qoldirish. Bitta harf xato yozilsa ham tizim boshqa odam deb ko'rishi mumkin. Ayniqsa lotin va kiril yozuvi, eski pasport va yangi ID karta, nikohdan keyingi familiya o'zgarishi kabi holatlarda ehtiyot bo'ling. Men sizga aniq ro'yxat beraman. Bugun kechqurun 30 daqiqa vaqt ajrating. Bir varaq oling va 5 ta ustun yozing. Hujjatlar, kommunal to'lovlar, soliq va jarimalar, bank va kredit, imtiyoz va arizalar. Har bir ustunga tekshirildi. Yoki muammo bor deb belgi qo'ying. Muammo bor joyini ertaga hal qilishni boshlang. Agar oilada keksa ota-ona bo'lsa, ularga yordam bering. Ko'p pensionerlar ilovalardan foydalana olmaydi. SMS'ni tushunmaydi, chekning rasmini saqlamaydi. Ularning nomida uy, yer, kommunal hisob yoki karta bo'lishi mumkin. Bitta tekshiruv bilan siz ularni o'rtacha qarz, navbat va asabiylashishdan saqlab qolasiz. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, alohida e'tiborli bo'ling. Hisob faktura, soliq hisoboti, ijara shartnomasi, xodimlar hujjati, kassa, bank aylanmasi, qarzdorlik, litsenziya yoki ruxsatnoma muddat kabi masalalarni tekshiring. Tadbirkor uchun bitta kechikkan hisobot ham jarimaga. Hisob bloklanishiga yoki mijoz bilan muammoga olib kelishi mumkin. Agar siz ijarada tursangiz yoki uy ijaraga bersangiz, shartnomani yozma qiling. To'lov sanasi miqdori, kommunal xizmatlar kim tomonidan to'lanishi, depozit qaytarish sharti, uy jihozlari holati aniq yozilsin. Bu ikki tomonni ham himoya qiladi. Do'stlar, iyulgacha qilish kerak bo'lgan eng muhim ishlar mana shu: hujjatlarni tekshirish, qarzdorliklarni yopish, kommunal ko'rsatkichlarni solishtirish, bank va kredit shartlarini ko'rib chiqish, subsidiya va imtiyozlar uchun hujjatlarni tayyorlash, barcha chek va murojaat raqamlarini saqlash. Bu ishlar qiyin emas, lekin vaqtida qilinmasa, keyin ancha qimmatga tushishi mumkin. Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Hech narsani taxmin bilan qoldirmang. Menda muammo yo'qdir demang, tekshirib ko'ring. Chunki bugun 10 daqiqada hal bo'ladigan masala. Iyuldan keyin bir necha kunlik yugurga aylanishi mumkin. Agar sizda shunday holatlar bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi sohada muammo chiqdi? Qanday hal qildingiz? Boshqalarga qanday maslahat berasiz? Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham sizga oddiy tilda aniq va amaliy ma'lumotlarni yetkazishda davom etaman.